Hind televideniyasining eng mashhur romantik dramalaridan biri "Is pyar ko kya naam-du" Muhabbat tafti 2025-yilda o'zining 4-mavsumini taqdim etishga tayyorlanmoqda. Arnav Singh Raizada va Kushi Kumari Gupta obrazlari bilan tanilgan Barun Sobti va Sanaya Irani yana bir bor ekranlarga qaytadi. Yangi mavsum haqida quyidagi ma'lumotlar ma'lum. Yangi mavsumning rasmiy premyera sanasi hali e'lon qilinmagan bo'lsa-da, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan promolar va intervyular muxlislar orasida katta hayajon uyg'otmoqda va keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Sanaya Irani va Barun Sobti o'z intervyularida bu loyihaga qaytishdan mamnun ekanliklarini bildirishmoqda. Ular uchun bu serial nafaqat professional, balki shaxsiy hayotlarida ham muhim o'rin tutganini ta'kidlashmoqda. Serialning yangi mavsumi haqida ko'proq ma'lumot olish uchun ba'zi manbalarni ko'rish kifoya. Is pyar ko kya naam-du 2011-yilda boshlangan bo'lib, qisqa vaqt ichida Hindiston va xalqaro miqyosda katta mashhurlikka erishdi. Serialdagi Arnav va Kushi o'rtasidagi sevgi munosabatlari, ularning qarama-qarshi xarakterlari va hissiyotlarga boy sahnalari tomoshabinlar qalbini zabt etdi. Yangi mavsumda Arnav va Kushi hayotida qanday o'zgarishlar bo'lishi, ularning munosabatlari qanday rivojlanishi kabi savollar muxlislarni qiziqtiradi. Shuningdek, yangi mavsumda zamonaviy mavzular, ijtimoiy muammolar va yangi qahramonlar kiritilishi kutilmoqda. Is pyar ko kya naam-du serialining 4-mavsumi muxlislar uchun katta sovg'a bo'lishi kutilmoqda. Sevimli qahramonlarning qaytishi, yangi syujet chiziqlari va zamonaviy yondashuvlar bilan serial yana bir bor tomoshabinlar qalbini zabt etishga tayyor bo'ladi. Demak, serialni kutamiz.